Wow, o'zbek quruvchilariga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Proyekt maydonda 5 ta xonali qilib qurilgan xonadonni bitta ko'ringlar. Shunaqa joyga shunaqangi chiroyli hovli qurib qo'yibdi. Orqa hovlisini aytmaysizlarmi chiroyligini? Yashnobod tumani Uzbumda joylashgan bu xonadonimizning narxini sirroshli arzon qilib berib yuborishar ekan. Yangi yilgacha katta skidkalarda sotib olishingiz mumkin ekan. Loyihachi akalar bizga ham o'rgatinglar, qanaqa qilib proyekt maydonda 5 ta xonali proyekt qilsa bo'ladi. Uning ustiga dizaynlari ko'zingizni oladi. Mehmonxonani aytmaysizmi, hurmatli mijozlar? Nafaqat mehmonlarni kutish, balki oilaviy mazza qilib o'tirishga ham kattagina, shinamgina joy ekan. Oppoqqina zinalarimiz orqali ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta xonasi mavjud ekan. Shiringina qizalog'imiz uchun alohida mana shunaqa chiroyli yotoqxonasi ham bor ekan. Bu yoqda bo'lsa, o'g'il bolalar uchun chiroyli bitta xona. Uning ustiga uyimizda 4 ta sanuzel bor. Undan tashqari o'rtoqlar, bu uyimizga 170 ming startli narx berilyapti. Yana o'tib beradigan joylari bor. Ota-onalar yotoqxonasi o'zining ichida sanuzellari ham qilingan ekan. Yotoqxonani o'zining ichida sanuzel bo'lsa mazza-da, o'rtoqlar. Nima deysizlar? Bu yoqda ham mehmonxona qilingan ekan. Ikkinchi qavatda o'z mehmonxona kerakmi yo'qmi, o'rtoqlar? Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. O'rtoqlar, sizlarga savol. Agar 170 ming pulinglar bo'lganda, mana shu 2 qavatli 5 ta xonasi bilan chiroyli hovli sotib olarmidinglar yoki o'rtoqlar bir qismiga moshina olib, qolganiga kvartira olarmidinglar? Albatta fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, yaqin do'stlarimizga yuborib qo'ying.